Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Mana bugun mijozlarimizga stabilizator sotuvdik. Shunga mijozlarimiz bir kontrakt ishlatib berish deyishdi. Shunga men sizlarga qo'ldan kelgancha qanday ulanishlarni chiroyli video qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Stabilizator tablolar qanday ko'rsatish kerak, qanday holat ulanishi kerak, shu narsa haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu Andeli stabilizatorimiz 10 kilovatli hisoblanadi. Mana buni ichki qismlari mana hozir ishlab turgan holatda bo'lsa ham ko'rsataman. Mana ishlar atmotkalar bo'ladi. Mana ko'radigan bo'lsangiz, mana input kirishiga ulaganman. Mana kirishiga inputga kirishga sim kelib oddiy udelniklarga ulab ko'rsatyapman. Kirishi bu. Kirish input bo'ladi. Output eng oxirdagisiga chiqishini ulayapman. Chiqarib berishi mana tok olishingiz stabilizatorning bu tomonga ulanadi. Ichki tomoni mana ko'radigan bo'lsangiz bittasi через udelniklarni rozetkadan olib kelyapman. Inputga ulayapman. Bu tomoniga chiqishini bu betiga ulayapman. Shu narsaga ahamiyat qilasiz. Bu latterni Andeli stabilizator. Buni endi eshikchasini yopamiz. Bunda ko'rsatadi mana. Mana bu amper. Amper mana stabilizator hozir ishlab turibdi, lekin hech nima qo'shilmagani uchun 0 turadi amperi. Mana bu bizga keladigan tok 236. Mana bu chiqarib beradigan. Chunki stabilizatorlar 5 dan 10% gacha bateriya hisobi bor. Shuning uchun masalan 5 o'ynab turish holati bo'ladi. Hozir endi qarang. Hozir misol mana bitta 550 vatlik motor bor. Bitta 3 kilovatlik 3000 oborotlik motor bor. Bularni men sizga bitta qo'shib ko'rsatib beraman. Yo'q, endi buni qo'shamiz qarang. Birinchi o'rinda buni qo'shdik mana. 550 ni qo'shdim. Amperi 9 bo'ldi. Yonida esa kattaroqni qo'shaman. Mana. Kattaroqni qo'shdim. Mana. Amper 3 kilovatlik qo'shdim, 220 tok kelib turibdi. Perforator. 3 ta narsa. Perforator 3000 watt, 550 watt. 3 ta narsaga amperi mana shu holatda bo'lyapti. Sizlarga mana shunaqa stabilizatorlar kerak bo'lsa, bemalol bizning raqamlarimizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsatadigan masalan, mana perforatorimiz o'zi ham vati 850 wattlik perforator, 3000 wattlik motor, 550 wattlik motor, 3 ta narsani bemalol ko'tarib bera olyapti. Inshaalloh mana shu stabilizatorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Bu faqat latterli stabilizator svarchniy apparatga bo'lmaydi. Svarchniy apparatga bo'lmaydi. Siz bemalol buni sug'urib oling akajon. Oddiy masalan uy sharoitiga konseyner, ariston, nasos yoki maishiy texnikangizga biz hozir elektromobillar chiqqan, elektromobillar zaryadlashga yoki skuterlar shunaqalarga ishlasangiz bo'ladi. Svarkadan boshqa hamma narsaga latterli stabilizator toza tok chiqarib beradi. Mana svarka ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana uyingizga montajga ulangandan keyin mana bu yangi versiyalarda City Power regulator degan narsa bor. Hozir stabilizator ishlab turibdi. Mana bu narsani o'chirsam, mana stabilizator o'chdi. O'chgan holatda promoy tok olaman desangiz, mana bu narsani ko'taradigan bo'lsangiz, hozir ulangan holatda mana tok kelib turadi mana. Mana. Ishlab turibdi. City Power promoy tok o'tkazyapti. Mana tablolar yonmayapti. Siz buni o'chirasiz. Mana to'g'ri buni o'chiramiz. O'chirdik. Sug'urdik. Buni o'chirdik mana. O'chirdik. Endi tok olmoqchi bo'lsak buni qo'shamiz. 1 2 3 4 5. 5 sekund yoki 7 sekundda stabilizator o'zini o'zi qo'shadi. Ventilyatsion tizimlari bor, o'zini o'zi sovutib beradigan shunaqa mahsulotlardan kerak bo'lsa yoki qo'shburkajon mana unaqa har xil turdagi stabilizatorlar, 3 fazali stabilizatorlar kerak bo'lsa, bemalol bizning magazinlarimizga, do'konlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin.